siz tasavvur ham qila olmaysiz. Quyidagi holatlar bolangizni qobiliyatini butkul yo'q qiladi. Birinchisi, yuziga urish. Bola xatolar orqali o'rganadi. Uni urish emas, tushunish kerak. Urilgan bola emas, tushunilgan bola tez rivojlanadi. Uni o'rniga bolani boshini silab qo'yish unga ancha katta motivatsiya beradi. Ikkinchisi, elektron o'yinlarni haddan tashqari ko'p o'ynash. Zararli mobil o'yinlar bolani diqqatini, tasavvurini va harakatlarini sekinlashtiradi. Kuniga soatlab ekranga qarash ichki salohiyatlarini so'ndiradi. Uchinchisi, onani bolasini oldida haqorat qilish. Onani mensimaslik bolani ruhiy tayanchini sindirish demakdir. Onani izzatini himoya qilgan farzandgina ishonch bilan ulg'ayadi. To'rtinchisi, har doim tanqid qilish. Bola qancha harakat qilsa ham kam deb tanqid qilsa, o'ziga bo'lgan ishonchi so'nadi. Harakatlarini ko'rib rag'batlantirish esa qobiliyatlarini ochadi. Agar siz ham farzandingizni qobiliyatli bo'lib katta bo'lishini xohlasangiz, quyidagi amallarga rioya qiling. Videoni farzand tarbiya qilayotgan onalarga jo'natib qo'ying.